Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalning Avtotime loyihasini tomosha qilyapsiz. Turli yuqori texnologiyalarning rivojlanishi ular bilan bog'liq boshqa sohalarga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapti. Mazkur yuksak texnologiyalarning avtomobilsozlik sanoatiga kirib kelishi esa avtomobil ishlab chiqarish sohasi mahsulotlarini yanada hayratlanarli, jozibador, qulay va ixcham qilib, mijozlar e'tiboriga havola qilish imkonini bermoqda. Yuksak texnologiyali avtomobil iborasi turmush tarzimizga tobora singib bormoqda. Quyida e'tiboringizga yaqin kelajakdagi insoniyatning og'irini yengil qilish uchun ishlab chiqariladigan fayzli va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan avtomobillar o'nligini havola etamiz. Rolls-Royce Version 100 konsepti go'yoki dunyoyimizga taxt filmidan tushgandek tasavvur uyg'otsa ajabmas. To'liq o'zi yurar loyihada ishlab chiqiladigan avtomobilda tabiiyki haydovchi o'rindig'i va rul g'ildiragi bo'lmaydi. Buning o'rniga orqa o'rindiqlar joyiga shohona ipak matoli 2 kishilik divan o'rnatiladi. Uning qarshisiga OLED televizor osiladi. BMW Version Next 100 modeli ham Rolls-Royce konseptiga mos keladi, biroq undan farqli o'laroq haydovchiga mashinani boshqarishda tanlov qoldiradi. U xohlasa o'zi boshqaradi, xohlasa mustaqil boshqaruv tizimiga o'tkazadi. Unga o'rnatilgan navigatsiya tizimi yo'nalishni tanlagach, qo'shimcha ma'lumotni bosh oynada aks ettiradi. Mercedes kompaniyasi esa aerodinamik ko'rsatkichlarni yaxshilash imkonini beruvchi kuzov shakli o'zgaradigan Concept Car ishlab chiqara oldi. Mashina soatiga 80 km tezlikka erishganida korpusning shakli o'zgaradi va harakat samaradorligini oshiradi. U shuningdek simsiz aloqa tizimiga ega. Bu boshqa mashinalar bilan o'zaro aloqa o'rnatish bilan ularni oldindagi xavf-xatardan ogoh etish imkonini beradi. Nissan kompaniyasi T-Drove 4Days konseptining interyeri to'liq yorug'lik panellariga ega bo'lib, unda har qanday tasvirni aks ettirish mumkin. Elektrik Concept Car'ning pribordlar panelidan video qo'ng'iroq qilish ham mumkin. Audi kompaniyasining Audi e-tron konsepti haqiqiy kelajak uchun mo'ljallangan. Bu avtomobil vodorodda harakatlanadi. U bir marta vodorodni to'ldirgach 600 km gacha masofani ortda qoldiradi. Mashina 100 km/soat tezlikka 7,1 soniyada erishsa-da, Audi uni ommaviy ishlab chiqarishga qiziqayotgani yo'q. Suzuki Air Tracer konsepti 3 qator o'rindiqlar bilan jihozlangan bo'lib, ularning shaklini o'zgartirish orqali mashinaning osongina mehmonxonaga aylantirish mumkin. Bundan tashqari, uning markaziy ustunida o'rnatilgan displey orqali smartfon va planshet videosini tomosha qilsa bo'ladi. Ring Speed kompaniyasi o'zi ishlab chiqqan yuqori texnologiyali Concept Car'ni Ethos deb nomlab, uni xarid qilganga Quadrocopter hadya qiladi. Mashinaning orqa kapoti qo'nish maydonchasiga aylanadi. Dronni mashina ichidagi sensorli ekranlar vositasida boshqarish mumkin. Bundan tashqari, mashina haydovchisiz ham yura olgani sabab, lozim bo'lgan vaqtda rul pribordlar paneli ichiga yig'iladi. Porsche Mission E butunlay elektrlashtirilgan Concept Car. U fantastik interfeysga ega. U haydovchi nigohini kuzata oladi. Xususan, radio qo'yish uchun unga nazar solishning o'zi kifoya qiladi. Golografik ekran esa qo'l harakati bilan ham boshqarish imkonini beradi. Xavfsizlik oynalari vazifasini bajaruvchi kameralar orqa tasvirlarni old oynaning burchagida namoyish etadi. Bir marta quvvat olgan elektromobil 500 km yura oladi. Porsche mazkur mashinalarni 5 yil ichida seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish niyatida. Faraday Future startupi shu yilning yanvar oyida Batmobile'ga o'xshash Concept Car'ni namoyish etgandi. U haydovchining qiziqishlariga moslasha oladi. Bu mashina ham mustaqil harakatlana olib, eng yuqori tezligini soatiga 320 km ga yetkaza oladi. Bunisi esa ayni o'sha nemis kompaniyasining Mini Version Next 100 rusumli avtomobili. BMW konserni fikricha, bu mashina boshqaruvni baham ko'rish madaniyati, ya'ni bir mashinadan birgalikda foydalanishga mos keladi.
Mini version Next 100 salon shifti va yoritish tizimlari tusini o'zgartirish mumkin. Shuningdek, video yoqqan bo'lsa like bosishingiz mumkin. Va yana bugungi avtomobillardan qay biri ko'proq yoqqanini kommentlarda yozib qoldiring. Avtotime'ning kelgusi sonlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.